Shayton sizlarga dushmandir va sizlar ham uni dushman deb biling. Biror insonni dushman deb bilsangiz ham uning qalbiga yo'l topishga urinishingiz mumkin. Ammo Alloh taolo shaytonni yaxshilikka chaqirib bo'lmaydigan mavjudot deb aytmoqda. U makkor va aldamchidir. Shayton sizni doimo o'z guruhiga, o'z yo'liga chorlaydi, toki siz ham do'zax ahlidan bo'ling. Birodarlar va opa-singillar, arab tilida shayton so'zi haqiqatni ataylab buzib ko'rsatadigan, yolg'onni haqiqatga o'xshatib taqdim etadigan va insonni yaxshilikdan yomonlikka, foydadan zararga yetaklaydigan har qanday kimsani anglatadi. Alloh subhanahu va taolo jin deb ataluvchi mavjudotni yaratdi. Jinlarni esa tutunsiz olovdan yaratdi. Olovga qarasangiz, uning bir necha qatlamdan iboratligini ko'rasiz. Eng yuqoridagi to'q sariq rangli qatlami eng ko'p tutun chiqaradi. Keyingi qatlam sarg'ish rangda bo'ladi. Undan pastroqda esa ko'kimdir qatlam bor. Ana shu ko'k qatlamda umuman alanga bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'onda jinlar bizni ko'rishini, ammo biz ularni ko'rmasligimizni aytadi. Shaytonning kuchi juda zaif. Siz shaytondan qo'rqmasligingiz kerak. Unga o'ziga berilganidan ortiq kuch bermang. Shayton faqat siz o'z kuchingizni uning kuchidan past deb bilganingizdagina ustingizdan g'olib keladi. Ya'ni o'zingizni ojiz sanab, undan qo'rqa boshlaganingizda u sizni yengadi. Shayton jin, demak Alloh insonlardan oldin yaratgan mavjudotdir. Buni qayerdan bilamiz? Masalan, Qur'onda bu haqda bir oyat bor. Aslida bir necha oyatlar mavjud, ammo birorta oyatda barcha shaytonlarning buyuk yetakchisi bo'lgan iblisning qissasidek batafsil hikoya qilinmagan. Iblis nomini hammangiz bilasiz, shundaymi? Aslida iblis uning haqiqiy ismi emas, bu uning sifatidir. Iblis deb ataluvchi shayton esa faqat bittadir. Iblis avval yaxshi edi. U farishtalar orasida o'z o'rniga ega bo'lgan. Ko'pchilik buni noto'g'ri tushunadi. Iblis qanday qilib Allohga itoatsizlik qildi va kibrlanib ketdi? Axir u farishta bo'lgan-ku. Farishtalar Allohga itoatsizlik qilmasligini bilmaymizmi? Dedilar. Buning javobi shuki, iblis farishta bo'lmagan. U azaldan jin bo'lgan. Ammo Alloh subhanahu va taolo ma'lum bir bosqichda uning martabasini ko'targan. Chunki u yaxshi amallar qilardi. Ammo uning qalbida bir nuqson bor edi. Alloh subhanahu va taolo qalbimizdagi haqiqatni yuzaga chiqarish uchun bizni turli yo'llar bilan sinaydi. Alloh taolo bilan bahslashib, aslida Allohning ayrim ism va sifatlarini inkor etdi. Alloh unga nega odamga sajda qilmading deganida, u men undan yaxshiroqman, meni olovdan, uni esa tuproqdan yaratding dedi. Go'yo u Allohga, ey Alloh, men sendan yaxshiroq bilaman, men undan afzalman, sen meni undan yaxshiroq yaratmaganing adolatsizlikdir demoqda. Nahotki Alloh adolatsiz bo'lsa-yu, iblis yaxshiroq bilsa? Iblis shu tariqa kufr keltirdi. Allohning qazo va qadari, taqdiri hamda irodasi amalga oshishi muqarrar edi. Iblis esa Allohning irodasiga qarshi chiqib, itoatsizlik va kufr keltirdi. U Allohning hukmini, qarorini va irodasini qabul qilmadi. Shu sababli iblis kofir bo'ldi. Uzoq davom etgan bahsdan so'ng, ya Alloh, qudrating va ulug'ligingga qasamki, ularning barchasini yo'ldan ozdiraman, dedi. Ya'ni Odam alayhissalomning barcha avlodlarini. Shayton o'sha kundan boshlab Odam alayhissalomning barcha avlodlarini yo'ldan ozdirishga va'da berdi. U Allohga, agar meni qiyomat kunigacha tirik qoldirsang, uning zurriyotini, barcha insonlarni o'zing istagan yo'ldan boshqa tomonga buraman, dedi. So'ng men ularning oldidan ham, ortidan ham, o'ng tomonidan ham, chap tomonidan ham kelaman deb aytdi. Ammo u bir narsani ayta olmadi. U men ularning tepasidan ham, pastidan ham kelaman demadi. Siz duo qilib Allohga yuzlanganingizda duoingiz yuqoriga ko'tariladi. Alloh taolo o'zi bilan duoingiz va zikringiz orasiga hech kimning, hatto shaytonning ham kirishiga yo'l qo'ymaydi. Sajda qilganingizda esa pastda bo'lasiz. Alloh taolo siz bilan sajdangiz orasiga ham hech kimning kirishiga yo'l qo'ymaydi. Shayton sizga mana shu ikki tomondan yaqinlasha olmaydi. Xo'sh, buning kaliti nimada? Shayton kelib qalbingizga vasvasa solsa, sizga hujum qilsa va sizni aldashga urinsa, darhol eslang. Shaytonni yaratgan Robbingizga iltijo qiling. Shaytonni yovuzligidan Allohdan panoh so'rang.